Assalomu alaykum do'stlar. Bundan 10 kun oldin men o'z postimga mana bu video joylagandim. Bu video izohlarida ko'pchilik menga negativ fikr yozishgan ekan. O'sha negativ fikr yozgan insonlarga o'z izohimni berib ketmoqchiman. Do'stlar, bu dunyoda hamma narsa mol-mulk bilan o'lchanmaydi. Keyin birovning hayotini ko'rmasdan, bilmasdan turib, u haqda yomon fikr bildirish juda ham xato deb o'ylayman do'stlar. Bu videoni chiqarishdan maqsad musofirda yurgan birodarlar oila a'zolarining yoniga eson-omon qaytish nasib qilsin degan maqsadda chiqargandim do'stlar. Lekin bu videomda ko'pchilik noto'g'ri tushunishibdi do'stlar. Men Xudoga shukr 8 yil yurgan bo'lsam, o'zimga yarasha sharoitimni qilib olganman. Alhamdulillah, hamma narsam yetarli. Onam men haqiqatda 8 yil musofirlikda bo'lganman. 4 yil Turkiyada, 4 yil Dubayda. O'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'lgan, u davlatlarga moslashish oson bo'lmagan do'stlar. Bu holatni musofir bo'lganlar juda yaxshi tushunishadi. Shu bilan birgalikda meni bitta xursand qilgan narsa, shuncha negativ fikr bildirgan insonlarning ichida iliq fikr bildirib yozgan insonlar ham ko'pchilikni tashkil qilar ekan. O'shalarga men kattakon rahmat aytaman. Alloh rozi bo'lsin. Shu bilan birgalikda musofirda yurgan do'st birodarlarimiz menga o'xshab oila a'zolarining yoniga eson-omon yorug' yuz bilan qaytishligi nasib ro'za aylasin do'stlar. Yana bir bor barchaga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar.